Assalomu alaykum, yaxshimisizlar azizlar? Ana mushukchani bugun ikkinchi kuni yoziltirish. Qanday qilib yoziltirish kerak? Uyqudan turdi hozir. Chunki mushukchalarni onasi o'zlari yoziltiradi. Olinka keldi kechasi keldi, syomka qila olmadim. Mana onasi Olinka emizmadi, shuncha qildik, emizmadi, ovqat yedi, yana ketdi. Hozir bu uyqudan turdi. Endi sut beramiz. Yozildimi? Yozilib boshladimi? Ana yozilish boshladi. Shunday qilib onasi bo'lsa, onasi o'zi yoziltirardi. Ana endi sut beramiz. Ismini Oqboy qo'ydik. Oppoq.